Yakshanba, oyijonlar. O'zimni ko'rib yurgan homiladorim bor edi. Birinchi farzandlarida, hozir farzandlari 1,5 yosh. Endi ikkinchisiga homiladorlar. Shunaqangi siqilib, ana qilyaptilar, yozyaptilar, shu yerda yozganlarni qo'yaman sizga. Homilador yotibdilar. Xullas kalom, qachon dori ichishingiz kerak? Bugunmi? Bugun dori iching. Bugun o'zi kecha ichishlari kerak. Endi xo'jayinlari ham otasi unaqa demangda, siz ichaver mayli demangda. Axir sog'lom-ku bolangiz. Sen bo'li o'g'il bola qizdan keyin. Shunaqa sog'lom. Iltimos bunaqa masalalarni bolani oldirib tashlash, nogironlikdan oldirib tashlash masalalarini bizga qo'yinglar. Sog'lom bolalar ketib qolmasin. Unaqa hosilik ko'rsataman. Nasıl yig'lab yotibdilar. Men bolamni ko'ryapsizlarmi? Xullas kalom, davleniyasi masalasida radomga borgan ekanlar-da. Nimalar deyishdi? Xullas bolani shunaqangi etishgan ekanki, men ham hatto aytolmayman. Endi onasini tasavvur qilaylik yig'lashlarini. Yig'lab yotibdilar mana. Xullas kalom, o'zinglar bilgandek, kecha dori ichishlari kerak. Mana bu haqiqiy mo'jiza. Bolamiz sog'lomligini ko'ryapsizlar, uni bulbulchasini ko'ryapsizlar, qizlari bor. 1,5 yoshlik. Yana adasi ham mayli radomda qovurgin. Tushiramiz bolani deganlar. Ona, men sezardim-ku, Zulayho opamga bormasam bo'lmaydi deb ertalab kelibdilar. Voy, oyisi qaltirab ketyapman. Yaxshiyam dori ichmabdi. Sprengga ham to'xtalsa, shoyga kelaman. Endi kelaverasiz. Oyda kelib turasiz. Oyisi shunaqa qornilaringizni artib qo'yadigan vrach ko'rgansiz. Ekalariga nima qilingan ekan? Mana Qilgan ekan. Tablet o'qiganmi? birgalikda ko'ramiz shunaqa oyijonlar. Chokingiz yaxshi tikilgan.